Dildoraxon Ganiyeva AI bilan yozuvchilik dokumentatsiyasiga qanaqa qilib kirish, promptlar yozish bo'yicha maxsus master klasslar o'tib beradilar. Marhamat, qarsagilar bilan sahnaga taklif qilamiz. Mening ismim Dildoraxon Ganiyeva. Men hozir Ascent Systems kompaniyasida ish yuritaman. Bugun sizlarga qanday qilib AI sun'iy intellekt ishlatib sizning yozuvchilik dokumentatsiya yozishni 3 barobar tezroq bitirishni ko'rsatmoqchiman. Kelajakda qanaqadir qiyinchiliklarni yuritadi. Chunki siz o'rningizga boshqa odam ishlashga kelsa, sizning kodingizni вообще tushunmaydi. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo bu вообще dokumentatsiya yozish juda ham ko'p vaqtingizni olib qo'yadi. Har doim motivatsiyasi yo'qoladi boshlashga. Chunki 60-70% vaqtingiz boshlashga ketadi, strukturaga ketadi, dokument ochishga ketadi, qanaqadir formatlashga ketadi va bu muammolarni yechimi bu ishingizga har kuni sun'iy intellekt qanaqadir instrumentlari orqali ishingizni oddiylashtirish va tezlashtirish. Mana bu asosiy muammolar. Aytganimdek, vaqt yetishmasligi, bir xil narsani qayta yozish, formatlash va strukturaga ko'p kuch ketishi. Sizlardan so'ramoqchi edim, oramizda programmistlar bo'lsa, dokumentatsiyani eng oxirgi vaqtga kim qoldiradi har doim? Qo'lingizni ko'taring. Praktiski hamma. Chunki juda ham qanaqadir zerikarli, har doim bir narsa yozish, как-то qiziq emas bo'ladi. Вообще sun'iy intellekt nimani o'zgartiradi? Aytish kerak, bu eng muhim narsa. AI ishlatish bu AI o'zi sizni o'rningizga yozuvchi bo'la olmaydi. Chunki baribir siz dasturchi sifatida ko'proq narsa tushunasiz, kodingizni ko'proq tushunasiz. Qanaqa masalan junior dasturchilarga qanaqa tilda tushuntirishni o'zingiz yaxshiroq tushunasiz. Shuning uchun shu sun'iy intellektni o'zingizni assistentingiz sifatida ishlatishingiz kerak. Hech qachon просто copy paste qilib qo'yish kerak emas. Chunki bitta narsani yozsangiz, keyin vaqt o'tgan sari xuddi shu narsa takrorlanaversa, butun dokumentatsiyangiz juda ham yomon holatda bo'ladi. Shu aytmoqchi bo'lganim, AI faqatgina ishingizni tezlashtirish uchun, tuzatish uchun va qanaqadir qaytariladigan narsalarni kamaytirish uchun ishlatishingiz kerak. Natijada bizda tezlik oshadi, sifatimiz, dokumentatsiyamizda sifati oshadi va stress kamayadi. Masalan, hozir sizga asosiy qoidalarni ko'rsatmoqchiman. Bitta narsani tushunish kerak. Promptingiz bu sizning qanaqadir texnik topshiriq sifatida siz qarashingiz kerak promptga. Masalan, birinchi misolda bu yomon promptni misoli. Masalan, API haqida yoz. Sun'iy intellekt modellari buni birinchi o'rinda qanaqadir juda ham umumiylashtirib yozganingizda sizga yaxshi natija bera olmaydi. O'shaning uchun maksimalni opisaniyasi ko'proq prompt yozish kerak. Ikkinchi misolda ko'rib turganingizdek, REST API endpoint uchun dokumentatsiya yoz. O'zingiz kim uchun yozayotganingizni ham ko'rsatib qo'yishingiz kerak.
qanaqadir senior dasturchi o'qiydimi yoki juniormi yoki qanaqadir вообще project manager o'qiydimi, shuni ham ko'rsatib qo'yish kerak. Chunki natijada siz o'sha o'zingiz auditoriyangizga moslashtirilgan dokumentatsiya sun'iy intellekt chiqartirib beradi sizga. Formatini ham va qanaqadir o'zingiz misollarini ham keltirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda men qanaqadir universalniy shu prompt formulasini keltirib qo'ydim. Birinchi o'rinda sun'iy intellektga kim sifatida yoz deb qanaqadir prompt berishingiz kerak. Masalan, pastda you are a technical writer. То есть shu texnik yozuvchi sifatida menga shu promptga javob ber deb yozishingiz kerak. Yoki san dasturchisan, shu masalani yechish, например. Keyin o'zingizni qanaqadir topshirig'ingizni yozasiz. Ikkinchi anaqada ko'rsangiz bo'ladi, write API documentation for mana shunaqa endpoint uchun, login endpoint. Keyin kontekstni ham qo'shib qo'yish kerak. Bu yerda, например, fintech app, to qanaqadir finansiviy приложение uchun yoki qanaqadir kichkina bolalarni nimadir o'rgatadigan platforma uchun shu login kerak deb. Formatini ham va stilini ham qo'shib ko'rsatish kerak. Birinchi demoni ko'rishimiz mumkin. Masalan, sizga qanaqadir blog post yozish kerak sayt uchun. Prompt maksimalni ko'proq qanaqadir descriptionlarni qo'yib yozish kerak. Shu dokumentatsiya qanaqa talqinda bo'lishini ham yozishingiz mumkin. Masalan, juda ham professionalniy bo'lish yoki juda ham qanaqadir friendly mannerda yozib qo'yish kerak. Natijada bizda tayyor struktura, sarlavhalar va draft matn tayyor bo'ladi. Ikkinchi demoda API dokumentatsiya yozish kerak bo'lsa, shu misolni ishlatishingiz mumkin. Generate API documentation for post users, include parameters table, request response examples, error codes, use markdown. Bonusiga rewrite for senior developers. Shu senior dasturchilar uchun buni qaytadan yozib ber deb qo'shib qo'yishingiz mumkin. Uchinchi demo bu sun'iy intellekt nafaqat sizni assistentingiz strukturani yozishda, balki yana tahrirlashda ham ishlatishingiz mumkin. Уже tayyor dokumentatsiyangiz bo'lsa, qanaqadir xatoliklarni topish uchun va strukturasini yaxshilash uchun ham ishlatishingiz mumkin. Mana 3 ta misol keltirilgan. Grammatikasini to'g'rila yoki oddiyroq tilda yozib ber deb prompt yozishingiz mumkin. Mana shu sxema aytib o'tganimdek, siz g'oya va kontekst berishingiz kerak. Sun'iy intellekt sizga struktura va qanaqadir boshlang'ich draft beradi va siz oxirida shu yozganingizdan keyin hamma narsani tekshiruv va yakunlashingiz mumkin ishingizni. Natijada 2-3 soat vaqtingiz 20-30 daqiqada bitadi. Eng ko'p qanaqa xatolar bor? Juda ham umumiy promptlar yozish, natijani tekshirmasdan ishlatish va kim uchun yozayotganingizni ko'rsatishmaslik. Biz nima qila olamiz? Shu xatolarni takrorlamash uchun promptlarni saqlaymiz. То есть отдельный template yaratib, har doim o'xshash promptlarni ishlatsangiz, butun dokumentatsiyangiz hammasi bitta strukturada bo'ladi. Har doim ko'proq misollar keltirsangiz, sizga qanaqadir juda ham yaxshi natija ola olasiz. Xulosada aytib o'tmoqchiman, sun'iy intellekt yozuvchi emas, balki sizning assistentingiz. To'g'ri prompt 80% to'g'ri natija beradi sizga. Kelajakda shu любой dasturchi va kontent yaratuvchi uchun sun'iy intellekt ishlatish bilish bu majburiy qanaqadir skill deb bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat hammaga. Savollar bo'lsa,
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, AI da kriminal prompt berishga qanday qaraysiz? Misol uchun do'st hujum yoki kimdandir shantaj qilish, shunday promptlar bo'lib qoladi-yu. Hozirgi vaqtda har bir shu model yaratuvchi kompaniyalar modellarni himoya qiladi, chegaralab qo'yadi. Shunaqa prompt yozganingizda shu sun'iy intellekt sizga juda ham qattiq javob beradi. Men shunga o'xshash promptlarga javob bera olmayman va sizga tushuntiradi qanaqa sizni oqibatlar kutishini. Shu men siz fikringizni bilish uchun-da. Avvalambor assalomu alaykum. Menda bitta savol bor edi. Hozirda AI bilan yozishni aytyapsiz, ya'ni dokumentatsiya qilishni aytyapsiz. Dokumentatsiya qilgandan keyin bilamizki, AI generatorlar bor, ya'ni uni tekshiradi. AI yozganmi yoki inson yozganmi? Asosiy hujjatlar inson yozuvi, ya'ni o'zimizning fikrimizdan kelib chiqqan holda yozilishi talab etiladi. Aynan mana shu problemga qanaqa solving qilib bera olasiz? Men o'ylayman, любой proyektda hozir dasturchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz ham, именно texnik dokumentatsiyasi uncha tekshirilmaydi. Shu kim yozgan, kim, например, odam yozganmi yoki qanaqadir AI yozganmi. Muhimi juda ham tushunarli dokumentatsiya bo'lishi kerak va boshqa odam junior bo'ladimi yoki senior bo'ladimi, bu dokumentatsiyani tushunishi shart. Unaqa katta muammo bo'lmaydi. Baribir sizni team leadingiz aytadi. Masalan, meni team leadim aytganlar. Ishlatishing mumkin, lekin oxirida o'zing tekshirib, natijasini tahrirlab ishlatishing mumkin. Chunki bu ko'rib turganingizdek juda ham vaqtingizni ko'p tejaydi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Karim. Savol bor edi. Zo'r mavzuda olib chiqibsiz. Rahmat. O'ylaymanki, oramizda yaxshi dasturchilar bo'lsa, bu mavzuda tushunib qadriga yetadi. Bizda kompaniyamizda mana shu dokumentatsiya yo'qligi tufayli kompaniya yarim soatda 400 million yo'qotdi. Ya'ni ishlagan dasturchi ishlamagan, dokumentatsiya qilmagan, undan keyin kelganda ular qo'polib aytganda pachog'ini chiqarib qo'ygan yoki tushunmagan. Tushunmasdan aytilgan featureni noto'g'ri implementatsiya qilgan. Sizda ham bo'lganmi? Ya'ni dokumentatsiya yozmaslik qanaqa yomon oqibatlarga olib kelgan? Ha, bo'lgan. Men o'zimning tajribamda bo'lgan. Bitta kompaniyada ishlaganimda juda ham katta va muhim task berishgan, lekin o'sha legacy kodini yozgan odam, legacy kod bu eng birinchi odam yaratilgan kod. Katta produktov kompaniyalarda shunaqa kodlar juda ko'p refactoring qilish kerak bo'lgan. Lekin shu kodni yozgan odam bo'lmagan sababi men o'zimning taskimni juda ham qiyinchiliklari bilan tugatganman. Ko'plab odamlardan so'rab, ishim juda ham noto'g'ri va ko'p vaqt talab qilgan. Va natijada men o'z vaqtida shu kichkina task, kichkina emas, yaxshi kattaroq taskni o'z vaqtida bitirmaganman. Shuning uchun dokumentatsiya bu juda ham muhim narsa. Birinchi ko'rinishda o'ylaysizlar bu prosta ishingni yozuvda ko'rsatish, lekin bu kelajakda juda ham muhim. Assalomu alaykum. Rahmat foydali prezentatsiya uchun avvalambor. Savolim shunday iboratki, siz yuqorida bergan formula yoki struktura bo'yicha, ya'ni bir xil formula bo'yicha ikkita odam prompt yozdi deylik, lekin ba'zan ikkalasini oladigan javobi ikki xil bo'ladi. Bu nimalarga bog'liq asosan? Qanaqa yechim bo'lishi mumkin? Hozir ko'rgandirsiz, o'zingizni ChatGPT akkauntingiz bo'lsa yoki plus akkauntingiz bo'lsa, o'zingiz nastroyka qila olasiz. Например, menga mana shunaqa manierada yozgan, более professionalroq yozgan, hazillar qo'shib yozgan. O'zingiz nastroyka qila olasiz, kirib va shuni hammasini inobatga olib sizga sun'iy intellekt modeli javob yozadi. Ya'ni sizni o'tmishda yozgan
promptlaringizni inobatga olib ham sizga javob yozadi. Masalan, kecha siz qanaqadir kichkina dasturiy kichkina proyektingiz haqida savol bergan bo'lsangiz, ertaga sizga juda boshqacha natija chiqadi. Boshqa odamda boshqa natija chiqadi. Chunki ma'lumotlar har xil. Hammani profilini ma'lumotlari bazasi har xil bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Meni savolim shundan iborat ediki, hozirda AI ishlatayotganlarni 80-90% da bir xil muammo bor. Ya'ni o'zingiz aytganingizdek, qanchalik prompt to'g'ri bo'lmasin, u odam ko'pi bilan 80-90% natijaga erishadi. Lekin qolgan 10% ni to'g'rilayman deb, u odam bu kodni yoki masalan bu essayni juda ham katta tarzda o'zgartira olishi mumkin. 3-4 ta promptdan keyin. Ya'ni buni qanday oldini olish mumkin va bundan qanday qochish mumkinligini aytib bera olasizmi? Muhim narsa texnik yozuvchi va yozuvchini texnik dokumentatsiya yozish bilan essay yozish bu juda ham har xil narsa. Essay bu sizni o'zingizni ichki tajribangiz, hayotiy narsalarni ifodalovchi yozma ish. Shuning uchun buning essay yozish uchun вообще protivman AI ishlatishni. Lekin shunaqa qaytariladigan texnический dokumentatsiya uchun ishlatish kerak. Yana dasturchi sifatida ham so'radingiz, kod yozishda. O'ylaymanki, sizni kompaniyangizda qanaqadir NDA anaqa taqiqlovchi narsalar bo'lmasa, chunki kompaniyangizning kodini AI ga AI uchun ishlatish bu taqiqlanadi ko'plab kompaniyada. Shunaqa taqiqlovchi anaqalar dokumentlar bo'lmasa, qanaqadir qaytariladigan narsalarni, oddiyroq narsalarni tezroq bajarish uchun ishlatishingiz mumkin. Masalan, HTML, tablitsalarni generatsiya qilish, CSS, lekin chuqur logikasini o'zingiz yozishingiz kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Men ismim Abdurabi. Men frontendchiman. Hozir siz aytdingiz, AI bo'yicha shu gaplaringizni aytdingiz. Men qizimizga savol berdilar. Hozir kodlarda odam yozganmi yoki GPT yozganmi aniqlab bo'lmaydi dedilar. Men bitta proyekt qilganman. Proyektim xuddi shu hozir o'quvchilar maktabda yoki qanday kursda o'qiydi. U kursda ustozlar bilolmaydi. U AI dan qilib kelgan bu ishini yoki boshqa sun'iy intellektdan qilgan yoki o'zi qilgan bilolmaydi. Hozir men shunaqa bitta proyekt qilganman. U proyektda kodni oladi ustozi, o'quvchi qilgan proyektini tashlaydi va kod unga analiz qilib beradi. Analizda 100% o'sha sun'iy intellekt qilganmi yoki o'zi qilganmi? Buni API key bilan qilingan, Copilot, har xil sun'iy intellekt GPT, yana masalan har xil GPTlarning keylari qo'yilgan va o'zini keyini u tanib oladi. Bu keylar o'zidan olayotgan ma'lumotni bilgani uchun qancha foizda sun'iy intellekt yoki insonligini aniqlab beryapti. Shu qizimiz savol berdilar, o'shanga javob qilib beryapman. Siz kodni analiz qiladimi yoki yozma? Kodni analiz qilib beradi va bu kod 100% odam yoki ishlatgan, sun'iy intellekt ishlatganini aniqlab beradi. Zo'r, yaxshi, lekin men o'ylayman kelajakda baribir buni rivojlantirsa keyinchalik o'quvchilarimiz yoki masalan qaysidir frontendchi, backendchi hamma o'quvchilarga bu ustoz aniqlay oladi yoki masalan ota-onalar, hozir ota-onalar bu narsani tushunmaydi. IT yo'nalishini bilmaydi, kod tushunmaydi. Ular qayerdan biladi ota-onasi? Men oyada mashina qildim desa, u bilmaydi. Agar ota-onasi bu saytga kirib turib o'g'lining kodini tashlab ko'rsatsa, sun'iy intellekt unga aytib bera oladi. Yaxshi, lekin kelajakda baribir o'ylayman dasturchilar o'zlari noldan boshlab ko'p narsa yozishmaydi, chunki lekin baribir ham o'sha yozayotgan narsa, sun'iy intellekt tashlayotgan narsani bilish kerak deb o'ylayman. Chunki undan nima vazifa qilayotganini, nima vazifa qilishini bilish kerak keyinchalik. Kodda ma'lumotini bilish kerak o'zi deb o'ylayman. Bo'ldi, tushundim. Yaxshi, zo'r. Taqdimotingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, o'quvchilar o'zlari uchun barcha foydali ma'lumotlarga ega bo'lishdilar va hozirda o'zingizga yoqqan savollarni tanlab
bu o'quvchilarni biz hozir taqdirlaymiz. Mana bu qiz keyin bitta bola so'rovdi, dasturlash, texnik yozuvchilik va esse to'g'risida shu bola. Kelinglar. Etilgan ishtirokchilarni sahnaga taklif qilamiz. Keyin Albatta, olqishlar ortida. birinchi savol bergan bola qaysi? Olqishlaringiz. Mani kompaniyamdan bitta kichkina anaqa ham bor. Yana bitta odammi? Yo'q, men o'zimnikini olib keldim, bitta shofer. O'zimning kompaniyamda keling sizga. Ha. Bu sizga. İkinci bolamiz siz edesiz. Bunu sizga beramiz. Bu bizning kompaniyamiz.